9. bob. Men İsa Mesih'e mensup bo'lganligim uchun haqiqatni so'zlayman. Yolg'on so'zlamayman. Muqaddas ruhning yetakchisi bo'lgan vijdonimmi buningga isbot bo'la oladi. Demakchi bo'lganim, İsroillar, ya'ni Yahudilarning İsa Mesih'e e'tiqod qilmaganligiga kelsak, men ular uchun intayin ko'p g'am qayg'u qilyapman. Qalbimmi hamisha azob ichida o'rtinyapti. Agar mening Xudo tarafidan la'nat ostida qilib, İsa Mesihni ayrilib qilishim, qarindoshlarim va jonjigarlarim bo'lgan İsroillarning qutqizilishi uchun yordam beralisa, men mundaq qilishga rozi bo'lardim. İsroillar bo'lsa Xudoning tanlagan xalqidir. Xudo ularga farzandlik salohiyatini berdi. O'z ulug'ligini ko'rsatdi. Ular bilan ahdlarni tuzib, ularga Tavrat qonunini ato qildi. İsroillar Xudoga haqiqiy ibodat qilishni o'rganib, Xudoning va'dalariga erishdi. Ular İbrahim, İshak va Yoqublarning avlodlaridir. İsa Mesihmi ularning avlodi bo'lib, bu dunyoga inson tenida keldi. U barliq mavjudot ustini hukm suradigan, mangu madhilinadigan Xudodir. Amin. Men hargizmi İsroillarning İsa Mesihni rad qilganligi bilan Xudoning ular qilgan va'dasi bekor bo'ldi demoqchi emasman. Chunki Xudoning nazarida İsroilning avlodi bo'lganlarning hammasilar haqiqiy İsroil hisoblanmaydi. Gerçi ular İbrahimning avlodlari bo'lsa-mu, Xudoning nazarida ularning hammasilar İbrahimning farzandlari hisoblanmaydi. Muqaddas yozmalarda Xudo ajdodimiz İbrahimga "Men sana va'da qilgan avlodlaring İshakdan kelib chiqadi" degan. Demak, jismoniy jihatdan İbrahimning avlodlarining hammasilar Xudoning farzandlari bo'lavermaydi. Faqat Xudoning İbrahimga qilgan va'dasiga asosan tug'ilgan avlodlar Xudoning farzandlaridir. Chunki İshakning tug'ilishi to'g'risida Xudo ajdodimiz İbrahimga va'da bergan. Bu va'da mundaq edi: "Kelar yili bu chaqda qaytib kelaman. Shu chaqda ayoling Sara bir o'g'ilga ona bo'ladi." Buningdan boshqa Ribaqa ajdodimiz İshakdan qo'shkezakka homildor bo'lganda, Xudo uningga "Cho'ngi kichigiga xizmat qiladi" degan edi. Chunki bir otidan bo'lgan bu qo'shkezaklar, ya'ni Esau bilan Yoqub texi tug'ilmagan. Demak, ular biror yaxshi yoki yomon ishmi qilmasda, Xudo allaqachon ulardan birini tanlagan edi. Buningdan shuni ko'rib olg'ili bo'ldiki, Xudoning odamlarni tanlashi ularning qilgan amaliyatiga emas, faqat o'zining irodasiga, ya'ni o'z chaqirig'iga asoslangan. Bu xuddi muqaddas yozmalarda Yoqubni tanladim, Esavni rad qildim deb yozilganidek. Undaqda bularga nima deymiz? Bu yerda Xudoni odil emas deymizmi? Yo'q, albatta undaq emas. Chunki Xudo Musa payg'ambarga mundaq degan: "Kimga mehribonlik qilgim kelsa, shuningga mehribonlik qilaman. Kimga ich og'ritgim kelsa, shuningga ich og'irtaman." Demak, Xudo kimga rahimdillik ko'rsatishni o'zi tanlaydi. Bu insonning irodasiga yoki ularning tirishchanligiga bog'liq emas, balki Xudoning rahimdilligiga bog'liqdir. Xudo muqaddas yozmalarda Misrning podshohiga mundaq degan: "Mening seni tiklishimdagi maqsad faqat sening ustingda kuchimni ayon qilib, nomimni butun yer zaminga taqitishdir." Demak, Xudo xalqiniga rahim qiladi, xalqini johillashtiradi. Bundaq bo'lganda, balkim oranglardan ba'zilar menga hamma ishni Xudo belgilagan tutsa, hamda
biz uning irodasiga qarshi chiqamaydigan tutsak, Xudo nima uchun yana bizni ayblaydi deyishi mumkin. Biroq, ey inson, Xudo bilan taqalishadigan sen kimsan? Bir sapal qacha, o'zini yasg'an xumdanchiga, meni nima uchun bundaq yasizding deyalamdi. Xumdanchining bir qallak loydin alohida ishlatiladigan yoki odatda ishlatiladigan qachi yasash huquqi yo'qmi? Xudoda ana shundaq huquq yo'qmi? Xudo gunoh sodir qilganlarga asli o'z g'azabini va kuch-qudratini ko'rsatmoqchi bo'lgan edi. Lekin u bu halokat girdobiga berib qolganlarga g'azabini ko'rsatmay, balki sabrchanlik bilan ularga kengchilik qildi. Xudoning maqsadi o'zining rahim shafqatining nishoni bo'lgan bizlarga o'zining yuksak ulug'ligini ko'rsatish uchundir. Chunki biz bu ulug'likqa erishishga oldin tanlangan. Biz Xudo tarafidan chaqirilganlar bo'lib, Yahudilar orasidanla emas, balki Yahudi emaslar orasidanmi chaqirilganmiz. Bu xuddi muqaddas yozmalarda Xudoning Hoşiya payg'ambar orqali aytganidek, asli xalqim hisoblanmagan xalqni xalqim, asli so'yganlarim hisoblanmaganlarni so'yganlarim deyman. Hoşiya payg'ambar yani aytganki, burun Xudo ularni sizlar mening xalqim hisoblanmaysizlar degan bo'lsa-mu, lekin kelgusida Xudo ularga mangu hayot Xudoning farzandlari deb nom berdi. Yaşaya payg'ambarmu İsraillar to'g'risida mundaq chaqirgan edi. İsraillarning soni dengiz soyildagi qumdek ko'p bo'lsa-mu, lekin ularning nihoyatda oz bir qismi qutqizildi. Chunki Parvardigor bu dunyo ustidan chiqargan hukmlarni tal-to'kis va tez ijro qildi. Yaşaya payg'ambar yana oldin aytganidek, agar hammaga qodir Parvardigor bizning naslimizni saqlab qolmagan bo'lsa, bizmi Xudo o't yog'dirib yo'q qilayotgan Sodom va Gomorra shahridagilardek bo'latdiq. Undaqda buni mundaq yig'inchoqlaymiz. Haqqoniylikni izlamagan Yahudi emaslar, Xudo tarafidan haqqoniy odam deb chaqirlandi. Ular Ayşo Masihga e'tiqod qilish orqali buningga erishdi. Tavrat qonuniga amal qilish orqali haqqoniylikni izlagan Isroillar, ya'ni Yahudilar bo'lsa, buningga erishalmadi. Bu nima uchun? Chunki ular e'tiqodga emas, balki yaxshi amallarga toyinib, haqqoniy odam deb chaqirlanishga tirishdi. Bunun bilan ular toshqa, ya'ni Ayşo Masihga putlashib, yiqilib tushdi. Bu xuddi Xudo muqaddas yozmalarda aytgandek, xalq putlashadigan, xalqni yiqitadigan bir tosh Siyonga qo'ydim. Biroq uningga e'tiqod qilganlar hargiz noumidda qolmaydi.